Qani kelinjon, shu Matilda retseptini so'raganmidingiz? Mana sizga tayyorgina o'zim zakazga qilib, oylik kursimda o'rgatadigan Matilda retsepti. Buning uchun quruq mahsulotlarni olamiz. Ketidan sut yoki qattiqni solib, salativiy yog' va 3 ta tuxumlarni chaqib, ketidan issiq kofe va sodani uksusga o'ldirib solib, yaxshilab aralashtirib 3 ga bo'lib pishirib olamiz. Keyin ikkita qozonchalarda saryog'ni sifatlisini eritib, kakaoni gollandskiysini solamiz va molakoni ham solib blender qilamiz. Oralarini propitka qilib olamiz, krem surib, keyin xolodilnikda birpas muzlatib olamiz. Mana sizga ajoyib bo'lgan, mazasi zo'r chiqadigan Matilda retsepti. Albatta tayyorlab ko'ring va menga obuna bo'ling. Bunaqa shokoladli desertlardan keyin sochiqlarda shokolad dog'lari qolishi tabiiy. Bunda menga EcoTab mahsuloti yordam beradi. Issiq suvga EcoTabni solib, sochiqlaringizni solsanglar, o'z reaksiyaga kirishib qo'linglarni ham ishlatishingiz shart emas. Ma'munda qoshiqlarni ham qaynatib turaman orolada. Eskirib ketgan popka penallarimiz ham yengidek bo'ldi.